Mübarek olsun ha. Mübarek olsun elim ha. Vay. Şundak yaxşı. Ha, hoş. Şundak yaxşı bir maharetini orundanla ha. Tirişçilikingizga barakallah. Bilishimcha siz o'tgan san programmamizda oldingi bosqichda bizga qo'shiq kaltak mahorat elib kelgan shunaqa. Agarda bu bosqichda tanlanmay qolsangiz qanaqa qilamiz? Musobaqa uturishlar bo'lib turdi, endi tanlamay qolsak, hech qisi yo'q, dil qo'yatmaymiz. Yana tirishimiz, bunday sahna bo'lsa, yana qatnashimiz. Bu bosqichda sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, tuandagi ko'rarmanlar. Oldin qatam qo'shkaltak mahorat kelgan, bu qatam o'xshash qo'shkaltak mahorat keldim. Oldin qatam ustozlarning endi ko'rsatmasi bo'yicha bu qatam qattiqchisin o'rtagan g'oyib keldim. Barakallah. Bu öğrencimiz yani kandak maharetlerini gözüdür. Dikkatimiz yani devamlı. Bu öğrencimizle biz devamlı. Ahmetler dileyimiz, göz talatını bulup ziyaret edişine dileklerimiz.
yengil kim bu? Çivindin sen kırık. 这里面是什么？ Suluyor mu? 啊啊， Oo. burası oluyor ki. Burası bek yengil kim bu? Yengil kim? Hı, 就是亲亲了。 Bek yengil nasıl? Diyarımızda öz aldığı acayip Akku markasındaki yuyuş buyumlarını işlep çıkarıvatkan karxana Şinjan Aydil Yuyuş Buyumları Zavodi Şinjan Talant Sahnesi programmasını alaydı talep kıldı. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlük gerin buyumları Mahirlağa Ahmet tilaydı. Aldı bilen Yasincan kelsek, Yasincan ötkenim depete ketken Özden Dixanov kam, ha? Andın hiç qanday qiliq çenik üskünler yok şaraitda özden çileklige simitlini quyup, egirliqlashtirib özden yasap yerlik usul çenikib mış bedenge qo'ygan. Shunaqa. Bayatanqa martığının köydük. Onun ustiga qiyinlik darajasi xilili bor. Hamda mal meyle tat ko'tarib chiqish olsun, meyle al peqirash olsun, bunun qo'lning barmoqning kuch bo'lmasa, aniq qig'in bo'lmaydi. Endi san kelsak ukam o'tganga qaraganda xili jalanibsa, yaqin yog'i xil obdan o'tganda bir xillik sal bir gerçi sizin hareketlerin şunda bolsunmu, lekin sal bir boş bir yerlerin bat o'tganda cho'shim biz gap qilgan. Ham buni ustiga o'zimni aytib obdan tayyorlik qilsa, ishkilalarniki martinlar bo'libmi, seninki martingimi ukam? Bak yaxshi tayyorlik qilsa. Men yan dediğim men her ishkilanlarga birdan bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Yasincan'nınki hareketleri ötkenkiga butunlay o'xshamaydigan mahoratlar. Sizning o mahoratlaringizningki har bir harakatni to'liq tugatgandan keyin eng oxiri yerga tushadigan vaqtidami shunchalik mukammal. Odatda anda bir tayoqdan tamponlikni saqlamak haqiqatan baktas. Shuningga o'tgankidanmi bu numarangizmi haqiqatan alayida bizga ta'sir qildi, ham shunchalik ta'sirlandik. Tirishchanligingizga afirin. Merdan elimizni elbetsaq o'tganki numarangizda bergan fikrlarni abay o'zingizmi deb o'tdingiz. Bu qitimda ras alayida sizda ilgirlash bor. Men mar chiqinglarga biltimni tashladim. Muborak bo'lsin. O'tganki qitimkidan siz yaxshi tayyorlik qilib kelibsiz, astoydil tayyorlik qilibsiz. Ondan keyin sizning o'zingizningki muskul badan shu go'zalligingizningki namoyandisini texmi bir yuqori pallaga ko'tarib akyapsiz. Temir to'rikka yamsib chiqqandan keyin oningki shu peqirash yomon tas harakat bu. Shu qo'lingizning olqinda kuch bo'lmasa, u tug'ilmaydi. Onunda 360 gradus peqirdingiz. Bu jihatmi shunday yaxshi. Merdan, sizning harakatingiz bu o'tgan qatimdan xili ilgirlashba, o'zingiz dedingiz qattiq jismlarni keldim deb. Hamda bu Biz eskirtmagan bo'lsak, yerda qonga olib kelyapti-mi? Hamda harakat bilan harakatni ulashda cho'qim san'atlik, badiiylik, bir xil musiqilik ritm bilan ulab kelsangiz texmi chiroyli bo'ldi. Hozir hammasi ayrim harakat. Faqat bu harakatlarni biz sirtqi maydonlarda ayrim ko'rsak bo'ldi. Sahnaga chiqqan vaqtida cho'qim buni sahnalashtiramiz.
har qanday harakat bo'lsa sahnalashtirib bir-biriga ulash kelganda shu chandurmay ulab birsini ulab kelsangiz texmo badiliga ko'tarildi, san'atli ko'tarildi, texmo chiroyli bo'ladi. Estetik zavqni texmo yaxshi bera olasiz. Shunlashqa budoq kedim kelganda mushlarni o'ylash baqsangiz. Ishkelanlar bilan tashildim. Muborak bo'lsin. Yasinjon, yaxshi gapni ta'kidlamaylik. Mashq yaxshi qilsa, intayin yaxshi bo'libdi mashqim. Bu qatim oldin o'xshamaydigan bir xil shaklda astoydil tayyorlik qilib ketsa. Bu da 3-chi o'tganligimi? Uningdan yaxshi tayyorlik qilib kelgan. Sendan bugun biz qo'shildik. Mardan erkin talab qo'yganimiz yaxshi bo'libdimi? Nimishga deganda talab qo'ysak yaxshi bo'ldi amaliyotda. Bu da qatim mana qattiq jism degan to'q hammasi qo'shildi sening mahoratingdan. Abiyam gaplar chaqchaqmi? Astoydil desak, senmi astoydil muomala qilsa bu xizmatga. Bu da qatimqi, yana 3-chi qatim o'tganga buningdanmi qattiqroq yillik darajasi cho'ngroq mahoratlarni olib kelsang, Yasinjonga nisbatan olib ketgan vaqtida hamda ikki odamdan cho'qim birini tanlash to'g'ri kelsa, Yasinjon tanlanib qoldi. Lekin sening turga nisbatan aytganda sen hozirgi turda bir tal seni saqlab qolamiz. Nimishga deganda mandaq kaltak mahorat ham ko'p emas bizning bu nimizda. Men bu har ishkilanlarga bilan tashladim, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. To'liq bilasani bilan keyingi bosqichga o'tib ketdinglar. Keyingi bosqichda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Keyingi o'tganda to'liq natija bilan o'tib ishonchinglar bormi yo'qmi? Ishonchimiz bor. Unda bo'lsa ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlarimizga yana bir qatim g'ayrat shijoatini isbotlaylar. Ishonchinglar bormi yo'qmi? Bor. Shu programma qatnashishga maqsadingiz va orzuyingizni bir anglab boqaylik. Maqsadim bo'lsa, butun mening talablarimni xalqimga ko'rsatish. Orzuyim bo'lsa, g'alaba qozondim. Bu qatim qanday yaxshi mahoratlar? Şimdi vaz ko'tarilgan bilan naq o'yini bilan. Barakalloh. Xo'sh, sizcha? Men bu haqiqatan o'tgan tosh chiqqan, bu da yana toshni mushlab chiqadigan, temir odam chiqadigan, chiqadigan mahoratdan. Ustozlar, qardoshlar, farmaydi kelgan Abduvoyit Mehmet. Aleyküm assalam. Vay, qo'shiqning ne kadar kuchliligini hamda his qilyapman.
velosipedni minmay bunda chivilak ko'tarib mansimi nihoyat yaxshi ko'rinadi ekan. İşiniz pek küçüktün ha. Bek koyganda ağırmadı mı koysa? Yo'q, ozroq. Azırak ağırdı. Ha, bizdeki yeni bir siz bilan birga musobaqachilarning qarindishimizniki numarini birlikda ko'rib baqaylik. Sizniki orzu armonlaringizni bir anglab o'taylik. Arzu armanlarımda bizimning işin muvaffaqiyatlik o'tashimlar men shuni o'qish. Bo'ldi, bizmi sizniki talantingizni namoyon qilish orqali keyingi bosqichga muvaffaqiyatli holda o'tishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum barliq tomoshabinlar. Men shu Qashqar viloyat Yag'sar rayisidan Egizyago'shdan Asqar Biramat deganman. O'tgan Toshkent shahri bilan tanlanib, yani ikkinchi qatam to'lib ketildim. Buday kelganim nima? Toshkentni har xil mushbashba bilan, kallu bilan, o'chimiz bilan chaqirgan mahoratni olib keldim. Abat men chiqayotgandan keyin shig'il zavodni bir qurib olasiz uka. Bu adamın açığını kesmek koysun. Önünden sonra çıkıyor. Şaptolma uçkuski. Bakana çim. Yarası. Böyle kandan çakmakçı. Resme kattık. Bu sağırısı yağzavat kurulamdı değil mi bu?
ustozlar. Kassı bile çekiyor. Ne uğraşıyorsun? Oh, kimse kaçırıp gitti. Bo'ldi. Canım fukam, o'zingni aya. Fukam, talant senisin. Voy o'tdim, bo'ldi o'tdim. Oy. Ma talant senisin, kessem yanı öyde oturasın Fukam. Kerak bo'lib qolar, unda qilma. Voy, mana. Vay, mana. Ayol chigun yurdi. Siz çakman ha, şükür siz çakman. Ma kızvan çakmaydıgan da ha. Fukam ha kızvaldı öçede altın yok o gitti ha. Hey, peylamın duyan. Özüm tutalım kımma. Şinjan Talant Sahnesi programmasını Altın Göher yürüşlük kirim buyumlarını işlep çıkargan Şinjan Altın Göher Halkara Sodi Çeklik şirketi alayda kollagan. Altın Göher. Bu programını samimiy Halkara Sodi Çeklik şirketi biyyette içimliki alayda talep kıldı. Altın Göher deniz canlıkları yürüşlük kirim buyumları mahirlarga ahmet tileydi. Xo'sh, hurmatli baholovchi ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shundaqla televizor ekran oldidagi qadrli ko'ruvman do'stlar. Navbatda bizning ishki mohirimiz o'zining kishini hayron qoldiradigan ajoyib mahoratlarini ayrim holda muvaffaqiyatli holda tamomlab tugatdi. Qani bizning baholovchi ustozlarimiz sening mahoratlaringga qanday bir qimmatli baholarni bergan birlikda anglab boqaylik. Ma birinchi guruhga bavagicha safkam o'tirib turadi ishdan qo'rqyapman hozir. Rost jiddiylashtiryapti bizni. Qani baholovchi ustozlarimiz. Hayatın hesapta sizninkini ko'rdik. Abduvoyit efendim, shunaqa. O'tganda üstelni tishlab chiqqandingiz. Bu qitim mixning
üstüge adamını çıkarıp tudunuz. Bunu dinken velosipedini tişinizi işlep kötediniz. Bo'lsa, meni demoqchi o'g'lim, bayatınki mahoratni ko'rdikchi, masalan, maqning tubida yotgan mahoratlar. Bu mahorat sizga sal ortiq yoqibdi. Chunki sizning mahoratingiz tishingizda. Agar badanda ashunda mahorat ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mening bir taklifim, hech bo'lmaganda bir osinmay kiyib olgan bo'lsangiz, texnik yaxshi bo'ladi. Chunki biz g'arb sayohatning filmini ishlamayapmiz-ku. Maaşkınlık gelsek ötkendimi taş çaqqan. Taşni vaqtida bu miyad urib chaqqan. Uni degan mushlab mi chaqqan, jeynakda mi chaqqan. Endi bu taş men bilmayman bu taşninki qandoqligini. Bu taş uni ustiga yalğanma taş emaskim, ya bir binavga ishlatgan taş emas. Ma taş 3-chi taş xeli tez chiqilgini qaraganda xeli suv ko'rgan, xeli ish ko'rgan taşgan avchu. O'ninga hayron qilib o'tirsak, uning ustiga bu 3 kun o'tirib chiqishning o'zimi bir shaptilninki. Uning ustiga bu shaptilning uchiqsimi xeli bir narsa shu afkam. O'zingni oyg'in. Yaxshi oldu. Endi sizning quloqlaringiz sal qiziribmi qoldi, ishqib sizmi g'ayrat qildingiz. Sizga rahmat. Hozir Mahirimizning qo'llari mana qanab ketibdi. O qanaydi. O qanimisi keyin mashina ag'namaydi. Ma o'zingga velosiped ekan, endi keyin endi shunga tirishyotdi. Bo'lsa-mu hammanglar birdan mashina olgan bo'lsam, men qo'shilib ketdim-chu. Bo'ladi. Sizningki shu maqni to'piga chiqarib adam chiqarganingiz emas, yana velosipedni ko'tarib yurib, o'sha cho'gilganingizga. Sizlarniki martinglar ketmaydi. Ikkilanlarga men yana bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Abduaytga mening gapni aldirab qilib qoldim. Bugun velosipedni tishlab ketadingiz. Siz odatda 2 kishilik motorni tishlab ko'tara olasiz, men bilmayman. Siz yaxshi nomerlaringizni orqaga Apple'ga o'xshaysiz. Abim o'zingiz degandekchi. Sizniki tishlab ko'tarish nimangizning quvvatingizning qancha ekanligini biz boshqalardan anglagan, o'zimizni oldin qatimda ko'rgan. Oldin qatimdagi birinchi o'tgandagi ishkapni tishlab ko'tarish bir apsizchi, apsiz bir. Velosiped minishtimmi qiyin. Buni ishlatib ikkinchi qatimga velosiped tishlab ketadingiz. Endi sizningmi ortiqchiligingiz bizningki talant sahnamizni beyitdi. Asqar tomoshabinlarni ko'rib turibdi bugun bizning sahnamizni yana yangicha bir tusga, bir jiddiylikka keldingiz. Men bek sizlardan suyundim. Har ishkilinglarga birdan bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Abduvayitda. Abay degandek, siz o'tganda jo'zni ko'tardingiz, jo'zdan ig'irroq yoki jo'zni adam yana hayron qolgandek nimba shuni ko'taradigan jo'zning ustiga shuni nimani qo'yib turib shu tamponliqni saqlab qilsangizmi shu bir o'zingizning talantingiz. Hozir velosipedni ko'tardingiz, velosiped nihoyat uzun hamda. Boshqa mahorat yo'q bunda. Bir ko'tarsangizlar, bir qo'ysangiz bo'ldi velosipedni. Qiyinchilik darajasi sal yuqoriroq, bunda bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'lardi. Bo'z bir tog'ni tishlab ko'tarib qo'ygan. Son ilkenki nomerdan kendiga yenikit qapti. Asqar bandimniki rost yaxshi tayyorlik qilib kelibsiz. Biroq gap ketmadi. O'tganda mushtaq tashlanib chaqqandingiz. Uningki aptikerim chiqib chaqdi uni. Bu da o'xshamaydi. Bu da haqiqatan u o'zingizniki ijodiyat qilishingiz. Uningki tashlarning bag'ansiri yo'g'inab onun dikin bulupmu hayran qolganim, shaptul urug'ini, yambash bilan chiqyaptingiz. Bu cho'ngroq, hajmi cho'ngroq bo'lsa, asarroq chiqyapti. Bu kichik narsa chiqilmaydi odatda. Biz paltolarni urib qochirib qo'yamiz buni. Voy, bu rost yomon chiqimchiki. Shuni shu yambash bilan qochmay turiblam urib chiqib ketparsiz. U chiqilishdan sirt g'ishlam chiqilib ketadi. Bu haqiqatan sizniki bir talantingizga güzel qizimiz bu bir nomeringizga nihoyat yaxshi isim qo'shibdi. 5 qo'yganingiz 5 hech qanday xiyoli yo'q, uxlatadi. Sherzod efendim sal tutturay, qapamay. Mikrofonni bering. Fikam ismingiz nima? Ashar. Bo'ldi, men saqki. Qanda bu bir gompi bilan qiltib qo'ydingizmi? Chiroyi hech qanday o'zgarish yo'q, yo'qda qishin chaqsangiz. Ko'ndirib aytganda Bazgan bilan o'qitibmi? Bu 3-bosqichga kelganda texmi hayron qarildiradigan ajoyib mahoratlarni akasangiz, bak yaxshi bo'ladi. Son ikkalanglarga
Ben bu bilet taşıldım. Siz tirishmisiz olmaydi. Rost. Sizden ko'p tashakkur, rahmat. Qani Dilnar xonim. Abduvayt efendim abay bizningki ustozlar deydiganni dedi. Andaq mındaq yetersizlik yeri bo'lmaydi degil olmaydi. Unda yerlarni biz deb bermasak bo'lmaydi. Shuning biz ustozlarni aytib qizg'in, shunga texim diqqat qilsa, bu numar texim yaxshi chiqadi deb o'zining qimmatli fikrlarini dedi. Meningcha buningga men qo'shilaman. Asqar efendimga kelsak, abay deb o'tdik. Yana qaytlashning o'rni yo'q. Haqiqatan mahoratingiz o'tgan-kedimi bizni haqiqatan hayron qoldirdi. Badalning boshqa yerlariga qo'ysimi odam zakallisini o'tadi, lekin menga bo'libmi mataraf eng xatarlik, eng muhim, nozik bir yer. Shu yergami qishni qo'yib, boshqa badanga qo'ygan yerga o'xshashmish yergami shu ikki qishni qo'yib, undaq qishni yerish aqlga sig'maydi, hayron qoldirdi. Sizlarning shundaq yangi nomerlarni aytganinglarga rahmat. Men sizlarga har ishkilinglarga bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ishonamanki, bizning baholovchi ustozlarimizning qimmatli fikr takliflari bilan 3-bosqichda texmi alohida bo'lgan buningdimi hammamizni hayron qoldiradigan ajoyib mahoratlarni ilib kelasizlar deb o'ylayman. Pashagil singlimiz, qandaqroq hissiyat bo'ldingiz? Boyam ash toshni qo'yganda men past turib bekchi delishib ketdim. Sizcha sahindirib qandaqroq hissiyatda bo'ldingiz? 3 kun oldiga deyman, jimiyib turang, men urib olay, toshni chiqib olay. Hech delishmadi. Ko'rdik. Unda sizning beshingiz pishib ketgan boshqa yo'q. Konu baş. Rahmat. Rahmat. Ko'p tashakkur. Qani, aram yilinglar. Xo'sh qarindoshlar, shundoq yaxshi bir ma'nat o'ynayapmiz. Qara bu. Voy. Ha, mana qarindoshlarimiz, ko'rdingizmi? Shundoq vaqt keladi deb peshonamga ketadi deymiz. Sizlarning mahoratinglar bak qaltis bo'ldi bizning baliq ustozlarimiz televizor ekranida qarindoshlarimiz bak haslar dedinglar. Biz keyingi o'tganlarda sizlarga qutlug' omad tilaymiz. Sizlarni davomli bu yerda saqlayman. Herkes uduqmay, yaxshi o'rinda baliqchi ustozlarimizni, tomoshabinlarimizni anqan qabul etamiz. Bo'ldi? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Gulnigar Almas, bu yil 12 ga kirdim. Akaga nomerim Uyg'ur xalq naqsi Mirojxon. Yaxshi o'rinda deb.
Hozir siz sahnamizga chiqib o'zingizning mahoratini namoyon qilish oldida turasiz. Sizningki hozirgi hissiyotingizni anglab taqsaq bo'lamdi. Ozroq jiddiy chiqib ketib boradimi? Qarovotdek yaxshi ko'rgan bo'lgankin zoda shapashtag'da chilib beray deb keldim. Bo'ldi, sizga utuq omadlar yor bo'lsin. Undaq bo'lsa, sahnamizda mahoratingizni namoyon qiling. Sizga omadlar yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Qutlug'jon. Men bugun chaldigan muzik bo'lsa, men aravabdim. Mening ravabimninki eng yuqori texnik talab qiladigan o'rniga keldi. Bu inimiz hozir o'z maharatini to'liq namoyon qiladi. Biz uni omadlaymiz. Barakalloh, ha?
guys. Hello. Mayli, sizlikmi? İnovat dökme. Hi. Can I help you? Qachon kelding demda? Maxima. Maxima. Adaş her xildan buraylar bunda. No Maxima. Yes Maxima. Her xil Maxima. Okay? All right. What? Yeah. Xeli gülüp qaldı cuma, ha? Tütütüm mü hazır bulunduğunu? There you go. Thank you. Vay. Yanımış Maxima gitmeydi mi? Sapını tem yaxşı ekan mi? Ma'no tem yaxşı deyman. Ma'no yaxşı ekan. Qaysini tam yaxshi ekan? Ma'no? Meni tetib boqaydigan. Malayziya Maxima zap ichimligi. Her narsaning ovozini doğrash mumkin, lekin abida suda suyu ichgandagi lazzatli tuyg'uni doğrash mumkinsiz. Oy, bizning Chulpan keldi. Aldirashma. Uning gapini qilma, adash. Musha Bakiraning iloniga chiqqanini bilmadigina. Norvegiyadan telefon qildi. Kino ishlamsizda. Adash, nagil basang sen bilan mush qog'ozning gapi. Hamma qizlar ishlab keltiribdi. Ada, yana mushunaq fursat bo'lsa, bizni chaqiringlar. Hamma odamning Chulpan bo'g'isi keladi, a? Bakira oliy qog'ozi Chulpan qizlarning yangi tanlashi. Bexatar bo'g'ash sizga hadiya. Bakira. Tevarik aksil içimlik. Tevarik aqsil ichimligi. 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 Tevarik şirketining eng yangi faxrlik mahsuloti Tevarik oqsil ichimligi. Nimaga kulyapti? Inson chok energiyalik so'qmoqni yopdi emasmi? Qutyar, hamma sig'inar bo'lsin bizga yar. Qutyar, sizga menga yar bo'lsin elga yar. Qutyar yurishlik suda so'lari. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep bazağı sağan karxana Abide Yemek İçmek Teraqqiyat Şirketi Şinjan Talant Sahnesi programmasını alaydı talep kıldı. Bu programını Samimi Xalqaro Soda Cheklik Şirketi Biyyatda içimliki alaydı talep kıldı. Altın Göher Deniz Canlıqları yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga omed tilaydi. Xo'sh, hurmatli baholovchi ustozlar, shunaqla ekran oldidagi tomoshabin do'stlar. Bizning ikki nafar mahirimiz Gulnigar va Qutlug'chan o'zining alayda mahoratlarini muvaffaqiyatli holda tamomlab bo'ldi. Keyin undaqda bizning 4 nafar baholovchi ustozimiz bu ikki nafar mahirimizga qanday qimmatli baholarni bergan, birlikda anglab boqaylik. Abdukarim Abdulaziz afandim. Ma birinchi ko'ribdiki Gulnigar qizimizga kelsak, bular nəhayət əstayidli tayyorlıq qilibdi. Bayatın tomoshabinlarni bir necha yildan chavoq chep ketdi. Onun ustiga Mirojixon degan bu naqshimi xili qiyinlik nuqtasi, xili chuqur bir naqsha. Onun ustiga yana bir naqshlarni o'zgarish etib ketdi. Ondan shu keyni tug'an muzikantlarmi, tankash qiluvchilarmi shunchalik astoydil. Oldimizga kichik o'maq qizimiz o'tirib turib usulni chiroyli o'ynab berdi uning ustiga. Ikkinchi ko'rib kelsak, bo'limi nəhayət astoydil tayyorlab kelibdi. Onun ustiga bu mening ravobim degan bu muzikaning qiyinlik darajasi xili bir yerga boradigan muzika. Manda aytganda buningda bu muzika xilili cho'nkab qolibdi. Lekin har holda qanday bo'lishidan qat'iy nazar boshdan tortib oxirigacha muvaffaqiyatlik tamomlab beradi. Rahmat Abdukarim Abdulaziz afandim. Keyin undaqda Gulnar xonim qanday qimmatli baholarni bergan anglab boqaylik. Murojaat degan naqshimizni o'rinladi. Mashqlarni menimcha astoydil qildi. Mayli kaynadagi muzikantlar bu Gulnigar qizimizga shundoq yaxshi moslashdi. Shuningga men bak faxrlandim. Qutlug' o'g'limiz Nodir asrimizni boshdan oyoq to'liq o'rinlab berdi. To'liq o'rildi. Bo'libmi chaqqa yerlar kelgan chaqda oshada cho'qim qo'lim mangmay qolamiki, chunki bu ko'tirib tog'ilishida uzun bo'ldi-da bu ig'ir bir ravobni. Shu mangamasmikin deb tursam, u qo'limi shunda chaqqan o'zgacha ashundoq to'liq bosdi. Shu ta'di bosqanda. Mening bak ta'sirlandiganim bizning mushta an'anaviy san'atlarimizni, madaniyatlarimizni mushundoq kichik avlodlarimizga varislik qildirish bu bizning burchimiz. Shuningga men buningdan bak ta'sirlandim. Qani
Rahmat. Qani, Shirzat Yoqub efendim. Gülnigar kızım ötkenki sandıkıdan bu da alaydı şunda yaxşı tayyorlik yaptı. Xili mashq qilibdi. Naqshini o'zining uslubiga tushirib, o'zining ovoziga tushirib aytibdi. Bo'libmi mana umarda bizning shu kichik qizimizni qandaq o'yladi, ish qilib shundaq chiroyli o'rlashtiribdi. Jan o'g'limiz o'tganda Toshvoyni chaldi. Toshvoyni chalgan vaqtida bir necha yilga kelgan vaqtida chiqaramagan, lekin o'zininki hissiyoti urg'ib turdi. Qo'li ulgurolmaydi shu hissiyotni ifodalaydiganga. Shu vaqtida shunchalik men taklif bergan bolaninki yuragi chilyotdi, qo'li ulgurolmasa mayli, bu da yaxshi tayyorlik qilsin deb, bu da haqiqatan yaxshi tayyorlik qildi. Yaxshi. Qani Xalmurat efendim. Men bu 2 yil umrdan bek suyundim. Gülnigar aldın xetimni qargan bu xetim bek astoydil tayyorlik qildi. Naqshini aldın xetim qargan bu xetim yaxshi etdi. Qutlukjon aldın xetimni nayti qiyinlik darajasi yuqori muzikadan bir o'rinlagan. Bu xetim yana shundaq qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan muzikadan birini o'rindab berdi. O'zi kichik bo'lsa-mu, lekin xili tirishib, xili yaxshi mashq qildi. Bu qatim bu 2 yil umrida men bir xili suyunib qoldim. Rahmat. Növbətdə biz hazır 4 bahalı ustazımızın qimmatli bahalarını anladık. Texi bahalı ustazlarımız tanlash bosqichiga kamida bugungi o'rilgan nomeringizga o'zingiz qanaqroq bir bahoni berasiz, Gülnigar? Menimcha yaxshi o'rildim deb o'ylayman. Endi shu ba'zan yerlarga yaxshi aytmasam mumkin, lekin o'zim shu nomerimga rozi bo'ldim. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni aytib yuqori, ha? Yaxshi. Qiynoqda bizning Qutlug'jon inimiz o'ziga qanday baho berdiganda jiddiylashyapmiz Qutlug'jon. Ozroq jiddiylashyapman. O'tin. Hozir jiddiylashyotgani chiqib turdi, ha? Mana o'zining yonida turib qo'lda titrab bordi. Ash bichorning qo'ldan ravobni bir elmasa ko'p ekan, xil ig'ir avo. Bo'y texim pakalab ketmasin buni besib ravob. Tanlanmasangiz qanday qilasiz Qutlug'jon agar? Uy ketmaydi. Onda mı qilib ketmayman? Mana o'g'il baloqqa yana o'g'il balig'ini Ishi bo'lmaydi. Qanday qilsa? Ishtim bo'lmaydi. Ishtim bo'lmaydi. Yig'lamaysiz shundaqmi? Ha. Hozir anglayapman, mening yuragim shundaq hayajonlanadi. Ishini men Batir. Qutlug'jon hargiz kichik bo'lgani bilan yig'lab solmaydi. Qiynoqda oxirgi bahoni yana bizning 4 baholi ustozimiz berdi. Birlikda anglab boqaylik. Hozir qarsam bu ish kelganga mening biroz bak maskim keldi. Men hozir qiyin ahvolda o'tiradim-ku. Buni qarsam bu turdi, buni qarsam bu turdi. Mushu sildan so'rab kimni bog'lasam bo'la? Mana. Birinchi guruhni? Ishkilismi nima? Onda bo'lsa men hamsi irodam xilab ishkilisini tanlayman, siz ega hamsa. Bo'ladi, onda men ishkilamni tanladim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ben her işkili balamga. Bilet taşıldı. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana hozir bizning Abdukaram Abdulaziz efendim bilan Dilnar xonim 2 yil mahirimizga o'zining qimmatli biletini tashildi. Demak, hozir 2 mahirimizning bilet soni teng degan gap. Oxirdagi 2 baholug'uchimiz qanday bilet soni bilan farqlandirdi ekan? Qani anglab boqaylik. Hozir 2-chi bosqich, 3-chi bosqich kelguncha yana bir ozroq vaqt bor. Shunglashqa 2 yil mahir yana bekrak tirishsa, texim mashq qilsa, men bu qatim 2 yilsiga bilet tashildim. Rahmat. Shirzat Yoqub efendim. Qani Xalmurat Ömer efendim. Bugün bu işki mahiri bay deganimdek bizni bek suyundu. Suyunduga yeri her 2 yil mahiri yish kichik bo'lsa-mu, bizning eng klassik naqsh musiqalarimizni olib chiqibdi. Bu shu 3-chi o'tkelga her ishkinglarning astoydil tayyorlik qilishinglarni umid qilib, men sizlarga bir bilet tashlayman. Muborak bo'lsin. Demak, bizning 4 baholi ustozimiz to'liq bilet soni bilan bizning 2 nafar mahirimizni 3-chi bosqichga muvaffaqiyatga olib kirdi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Ishkinglar 3-chi bosqich cho'qim muvaffaqiyatli holda yana bir bosqichda nomeringlarni yaxshi o'rlab bera olasizlar deb o'ylayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bir eg'iz gapni eskartib qo'yay ishki mahirga. 3-chi bosqichga kirganda tanlash eng muhim
eng zil bosqichga kirdi. Shu chaqda bir padidan Qutlug'chan bir ovozda xato bisib qo'ysang yoki Gulnigar ovozingizdan azroq qiyib ketadigan yoki o'dardan qechib ketadigan bir masala ko'rilib qolsa, 3-bosqichda chanlib ketib qolsizlar. Shuningcha 3-bosqichga alohida tayyorlab qilinglar. Rahmat. Rahmat. Vay, mana bizim bağlıqçı ustazlarımız bu iki mahirimizga to'liq bilet taşıdı. İkili mahirimiz 3. ötkülümüzge muvaffaqiyat ödep ketdi. Biz bularni qizg'in tabriklaymiz. Hoş buldingmi? Hoş bulduk. Ha, xo'sh, ikkilinglar ustozlarimizniki bahsiga to'liq erishdinglar. Ha, shundaqmi? 3. ötkelga ham to'liq ödep ketdingiz. 3. ötkelda to'liq natija bilan yana ödep ketish irodanglar bormi, yo'qmi? Bor. Sizlarcha? Bor. Unda qolsa putuq amaslarga yol bo'lsin. Assalomu alaykum Husaynjon. Alaykum assalom. Sizning tanishligimizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Husaynjon, oldingi bosqichda 5 topni bir vaqtda tang qadamda chilib, tomoshabinlarni baholg'uchi ustozlarimizni ong-tong qoldirib o'tgandingiz. Bu bosqichdagi mahoratlaringizni men demasam, uningdimi qaltis mahoratlarni ekeldingizga deyman, ha? Oldingi qatim men 5 top chalgandim, bu qatim yana 2 ni qo'shib 7 top qilib 7 top chalmoqchi. Ikkinchi bosqichdami alayda mahoratlarni ko'rsatib tomoshabinlarimizni, baholg'uvchilarimizni qoyil qilishingizni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yusajon, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Assalomu alaykum qarindoshim, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Assalomu alaykum. Xo'sh, ishonchinglar bormi, yo'qmi? Baba. Ha, do'stlar birinchi, misol. Albatta. Xo'sh qarindoshim, unda bo'lsa sizlarga putuq omad tilayman. Putuq yor bo'lsin. Putuq yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Bağlıqçı ustazlar, ko'rman do'stlar, Aqsuda yardan kelgan Husaynjon artistlarga o'tliq salom. Sizlarga bugun o'rlab bermoqchi bo'lgan numram Dopning sehri. Rahmat.
Ana seninki böyle musabık çıkan bu Mahir küçük mü ki? Küçük ya. Öz talantı toluk nama yaklatıp biz bu kardeşimizge ufuq ahmet dileymiz. Barikallah, hoş, undaq bo'lsa, keyingi mahirlarimizningki mahoratiga hammamiz diqqatimizni beraylik. Assalomu alaykum Adiljon. Alaykum assalom. Talant sahnimizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. O'tgan san programmamizda bizga eg'iz mahorati elib kelgan Toshnoqu qaytib borgandan keyin shu baholg'ichlarimizning taklif fikrlari bilan tirishchiliklarni ko'rsatib qandayroq bir xil tayyorliklarni elib bordingiz? Bu qitim shu burunqi birinchi qitim chiqqan eg'iz mahorati, yana mükemmellashtirib bir bunday etod shaklida chiqarmoqchi bo'ldik. Undan siz qiyinlik darajasini texnik bir baldoq yuqori ko'taribsiz-da. Sizlarga bu bosqichda utuq omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli bog'lovchi ustozlar. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mening ismim Adiljon tayyor bo'ldi. Yurtim Altay Burjunayzidan ağaynamishimiz Şinjan Maliya iqtisodiyot universitetining o'quvchilari bo'lamiz. Assalomu alaykum, mening ismim Erfan Dolqon. Yurtim Urumchidan bugunga kelgan mahoratimizni yoqtirishingizni umid qilamiz. Everybody is very dangerous. It's very dangerous. It's very Ana bu indirimizden öz maharati bilan dike. Bo'lmadi ka buldika. Bak yaxshi. Everybody listen. Biz bu qarindoshlarımizga ufuq omad dileymiz. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Listen music. Listen, minute.
Rahmat. Farzand bizi ata-onaning barligi. Jinim balam, mening yurak param. Amroqligim kelgan siri dunyodagi eng asl narsani izlab tepagim keladi. Shu topda xuddi siz uchun alayda ishlangandekla quvvat ham shirin tanning mujassimi bo'lgan Sabila oltin bovoq alayda rizqli bovoqlar suchavirini siz uchun tayyor qildim. Ishchim qo'zam, xotirjam ishchim. Sabila farzandlarimizning sog'lom aqlli va badar o'sib uchun. Sabila oltin bovoq suchaviri. Qumul diyarda ishlangan qo'y pachiq tarkib qilingan qo'y pachig'i miyi kepak yo'qdi shoyini bozor sog'am Shinjang o'rtaqlar xalqaro savdo shirkati Shinjang talon sahnasi programmasini alohida talab qildi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suyi, meyve sharbati ishlab bozor sog'an korxona Obida yemak-ichmak taraqqiyot shirkati Shinjang talon sahnasi programmasini alohida talab qildi. Oltin go'har dengiz jonliqlari yurishlik girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Ukam, O'sanjon, o'tganda 5-ag'intan, ha? Buda 7 dab chalding ama. Sening martongmi shunday yaxshi bo'ldi. Endi mash kelinga qarasak, bu kelinning texmi yaxshi bo'layotdi. Uning ustiga mash kelinning mashishi bek yaxshi bo'ldi. Mayli harakatim bo'lsin, o'zaro aloqa so'zlashga yerlardim bo'lsin. O'tganga qaraganda xalal obdalla bir yerga chiqib ishlashganlar. Sen de gerçi ötkenkisinden 2 dap artık bolsun mu? Lekin ötkenkiden bek çoğun ilgirleşti köyümüdü mü? Çekirip mi gitmepse? Lekin yaxşı çaldın. Maaş kınlı mı? Gerçi müzikanlı bulmasam ağzını oradan çepperden alırca kulağına tükürüp oturan. Bolu da ben her işkilanlığa belet taşlayın. Rahmat, rahmat. Ben bu her işkilanlığa qimmatli beltim tashladim. Rahmat. Dapni har xil usul bilan cheppadingiz, urib berdingiz. Shunday yaxshi bo'ldi. Men sap-sap turdim, mana shu udar ritmda uzilib qolamiki deb, mana shu bir dapdan bir dapga yetkelgacha uzilib qolamiki desam, uzmidingiz yaxshi edi. Ama Dilnar xonim o'tib ketdi. Tuz chiqib qoldi. Bir avzi suv ketgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'lib ketdi, shu jonsiz. Texmi hayron qiladi. Lekin uzilmadi, ritmi uzilmadi. Uzmaganingiz bu bir mahorat, xili uzun mashq qilibsiz. Buda xitim kelganda, shundaq texmi hayron qildira olsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. Ishqonlarningki xili obdan mashq qilibsizlar, o'tgankidan xili ilgirlash bor. Şu bizden müşteri sanığı ötkende Türkiye'de maharet gösterken yanı bir bala var mı şu? O mu bek yaman ki? Bu da hakikaten ben de şu balının ki nimsin düşüşü mümkün. Bu olsa yanı meşk kılınlar. Ben bu sıra işe bilet taşıldım. Rahmat. Nim deyimiz, benim deydiğim teklif fikirlerin namını bu ustazlarım dep öttü. Ben bu şu bağlı kuşlara geçtim, ben hemen lağa. Sizgi mi hoş bırakıp bilet taşlar? Rahmat, rahmat.
Mana yuqorida sizlar o'rilgan alayda mahorat 4 nafar baholg'uchi ustozlarimizningki moyilligi va qoyilligini qo'l keltirdik. Bo'ldi, keyingi bosqichda ko'rishguncha omon bo'linglar. Marhamat. Mübarek olsun, mübarek olsun ha. Hoş, mübarek olsun. Mübarek olsun dedim. Vay 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 vay. Bağlı ustazlarının fikrini alıp kana təsirat geldi. Bu şu özümüzün ama yani azırak kamçılıkımız var ki. Bunu da barikallah. Texnikdirishimiz. Sizce? Bu qatam bog'liq ustozlarninki fikrini olgandan keyin ba'zi bir kamchiligimni his qildim. Sizlar qatam intayin yaxshi, bundan yaxshi çalışıp tirişime. İstiqomat sizlarga ya bo'lsin. Oldu. Keyin qaytib kirishga aman bo'linglar, men sizlarni shu yerga saqlayman, ha? Ma'qul, qo'y. Palgusha o'g'risining ana makoni. Bu joydagi Qo'ysuv qarindoshlarning yemak-ichmakka bo'lgan yuksak mas'uliyatidan ta'sirlangan Mezon shirkati ixtisoslar qo'shini bilan tashkillangan Mezon tayyor ko'p zavodini ishga kirishtirdi. Pokizlik, a'lo sifatli mezon qilishimizdagi maqsad mahsulotimizni mamlakat ichi va xalqaro bozorga yuzlantirish. Safar yo'llarda, etiz qirlarda charchagan qarindoshlarimiz bir chin o'xshagan suyoqash bilan ordug'ini chiqarsin. Ular kulimsirab turib Mezon o'xshabdi desin. Rost so'zlash bizning mezonimiz. Mezon tayyor cho'plari. Tavarruk oqsil ichimlik. Tavarruk oqsil ichimligi. 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 Tavarruk shirkatining eng yangi faxrlik mahsuloti Tavarruk oqsil ichimligi. Ailesi mənbəsini ozuqluq qılğan, terini güzəlləşdirdiğən və yaşartıdığan əla sübətlik yüz çaplığı Pəri. Yazılıdan Beijing Biopentexnik çəklik şirketi Şinjan Talant Səhnəsi proqramısını alayda tələb qıldı. Xotan Qədimi Çinay Yezigilik Pentexnik İçki çəklik şirketi Şinjan Talant Səhnəsi proqramısını alayda tələb qıldı. Özenge eşya sahne lazımlık talantın Kırık askımı yarattın Sihirlendi bu etrafı özenge eşya Mümkün içler Kuşlar her hıl sevişer Siz mi çokum bir insan Talanti var, sikri var Siz bu çoğun bir insan Talanti var, sikri var Kilin bu hasretliğe Wow, 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 wow Aman tüken belgiye Wow, 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 wow Şeklemler geçmişsin O kanaydı o. O kanımızı keyin maşına ağlamaydı o. Ma özün o velspito eken hem de keyin hem de şununla tırışıp o. Boğazımız hemmeli birden maşına ağam boğazalım ben bak hoşlap gitsin şu. Olur o. Sizinki şu mıhını töpüge çıkarıp edem çıkarmanız demez. Yani velspito kötüreye jürüp bir şey çögülüğünüzge. Sizlerinki martığını ketmeydi o. İşkilığını gelmeyin yanı belet taşıdım. Mübarek olsun. Rahmet. Abduvaytga mening gapni aldirab qilib qoldim. Bugun velosipedni tishlab ketadimiz. Siz odatda 2 kishilik motorni tishlab ketira olasiz, men bilmayman. Siz yaxshi nomerlaringizni orqaga Apple'ga o'xshaysiz. Abiyam o'zingiz degandek-ku. Sizniki tishlab ketirish nimangizning quvvatingizdan qancha ekanligini biz boshqalardan anglagan, o'zimizni oldin qatimda ko'rgan. Oldin qatimdagi birinchi o'tgandagi ishkapni tishlab ketirish bir apsizchi, apsiz bir. Ma velosiped minishdimmi qiyin. Buni ishlatib ikkinchi qatimga velosiped tishlab ketadingiz. Endi sizningmi ortiqchiligingiz bizningki talant sahnamizni beyitdi. Asqar tomoshabinlarni ko'rib turibdi bugun bizning sahnamizni yana
yangicha bir tusga, bir jiddiylikka keldingiz. Men bek sizlardan suyundim. Har ikkalanglarga birdan bilet tashildi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Abduvayit abay degandek siz o'tganda jo'zni ko'tardingiz, jo'zdan ig'irroq yoki jo'zni adam yana hayron qolganda nimba shuni ko'taradigan jo'zning ustiga shu nimani qo'yib turib shu tamqonliqni saqlab qilsangizmi shu bir o'zingizning talantingiz. Hozir velosipedni ko'tardingiz, velosiped nihoyat uzun hamda boshqa mahorat yo'q bunda. Bir ko'tarsangizlar, bir qo'ysangiz bo'ldi velosipedni. Qiyinchilik darajasi sal yuqoriroq bunda bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'lardi. Boz bir tog'ni tishlab ko'taribdi qam. Son erkenki nomerdan kendiga yenikit qapti. Asqar pandimniki rost yaxshi tayyorlik qilib kelibsiz. Biroq gap ketmadi. O'tganda mushtaq tashlan chaqqandingiz. Unga aptikerim chiqib chaqdi uni. Bu da o'xshamaydi. Bu da haqiqatan ma'u o'zingizniki ijodiyat qilishingiz. Unga tashlarning bag'an siri yo'g'inab onun dikin bulupmu hayran qalğanım, maşaptu urug'ini, yambaş bilan chiqyaptıngiz. Bu cho'ngroq, hajmi cho'ngroq bo'lsa, asarroq chiqyapti. Bu kichik narsa chiqilmaydi odatda. Biz paltolarni urib qochirib qo'yamiz buni. Voy, bu rost yomon chiqimchiki. Shuni shu yambash bilan qochmay turiblam urib chiqib ketparsiz. U chiqilishdan sirt xishlam chiqilib ketadi. Bu haqiqatan sizniki bir talantingizga güzel qizimiz. Bu bir nomeringizga nihoyat yaxshi isim qo'shibdi. 5 qo'ygandingiz, 5 hech qanday xiyoli yo'q, uxlatdi. Sherzod efendim sal tuturay qapamay. Mikrofonni bering. Fikam ismingiz nima? Ha, bo'ldi, men saqqa. Qanda bu bir gompi bilan qiltib qo'ydingizmi? Chiroyi hech qanday o'zgarish yo'q, yo'da qishin chaqsangiz. Ko'ndirib o'tganda. Bazg'an bilan o'qitibmi? Bu 3-bosqichga kelganda texmi hayron qarildirdigan ajoyib mahoratlarni akasangiz, bak yaxshi bo'lardi. Son ikkalanglarga men bilet tashildim. Siz tirishmisiz bo'lmaydi. Rost. Çok teşekkür, rahmet. Dinleyiciler hanım. Abduvayit efendim, abay bizningki ustozlar deydigan ne dedi? Andaq-mındaq yetersizlik yeri bo'lmaydi, degil olmaydi. Unda yerlarni biz deb bermasak bo'lmaydi. Shuningga biz ustozlarni aytib qizg'in, shuningga texim diqqat qilsa, bu nomer texim yaxshi chiqadi deb o'zining qimmatli fikrlarini dedi. Meningcha buningga men qo'shilaman. Asqar efendimga kelsak, abay deb o'tdik. Yana qaytilashning o'rni yo'q. Haqiqatan mahoratingiz o'tgankidimi bizni haqiqatan hayron qoldirdi. Badalning boshqa yerlariga qo'ysimi odam zakallisini o'tadi, lekin menga bo'libmi matarab eng xatarlik, eng muhim, nozik bir yer. Shu yergami qishni qo'yib boshqa badanga qo'ygan yerga o'xshashmish yergami shu ikki qishni qo'yib undaq qishni yerish aqlga sig'maydi, hayron qildirdi. Sizlarning shundaq yangi nomerlarni akkagininglarga rahmat. Men sizlarga har ikkalinglarga bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Düşünümenki bizden bahalı ustazlarımızdan qimmatli fikir təklifləri bilan 3-cü basqışda texmi alohida bo'lgan buningdimi hammamizni hayron qoldiradigan ajoyib mahoratlarni elib kelisizlar deb o'ylayman. Pashagil singlimiz, qandaqroq hissiyat bo'ldingiz? Boyam ash toshni qo'yganda men past turib bek jiddiylasib ketdim. Sizcha sahnada qandaqroq hissiyatda bo'ldingiz? 3 kun oldiga deyman, jimmy turam, men urib olay toshni chiqib olaydi. Qancha jiddiylashdingiz? Ko'rdik. Unda sizdan beshingiz pishib ketgan boshqa yo'q. Konu baş. Rahmat. Rahmat. Ko'p teşekkür. Seni aramayınlar. Xo'sh qarindoshlar, shundoq yaxshi bir ma'nat o'ynayapmiz. Qara bu. Voy. Ha, mana qarindoshlarimiz, ko'rdingizmi? Shundoq vaqt keladi deb peshonamni ketardi deymiz. Sizlarning ma'noratinglar bak qaltis bo'ldi bizning ba'zi ustozlarimiz televizor ekraniga qarindoshlarimiz bak haslar dedinglar. Biz keyingi o'tganlarda sizlarga qutlug' omad tilaymiz. Sizlarni davomli bu yerda saqlayman.
Herkes uduqmay, yaxshi o'rindab, baliqchi ustozlarimizni, tomoshabinlarimizni anqan qag'izdi. Tamam. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Gulnigar Almas, bu yil 12 yoshga kirdim. Akaga nomerim Uyg'ur xalq naqsi Mirojxon. Yaxshi o'rindi. Hazır siz sahnimizga chiqib o'zingizning mahoratini namoyon qilish oldida turasiz. Sizningki hozirgi hissiyotingizni anglab taqsaq bo'lamdi. Azroq jiddiy tushib boradimi? Ravotni bek yaxshi ko'rgan bo'lgankin zoda shapashtag'da chilib beray deb keldim. Bo'ldi, sizga utuq omadlar yor bo'lsin. Undaq bo'lsa, sahnimizda mahoratingizni namoyon qiling. Sizga omadlar yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Qutlug'jon. Men bugun chaldigan muzik bo'lsa, men aravotdim.
saksofonniki eng yuqori texnik talab qildigan o'rniga keldi. Bu inimiz hozir o'z maharatini to'liq namoyon qiladi. Biz uni omadlaymiz. Barakalloh, ha! Hi guys. Hello. Maylik, sizlikmi? İnovet dökme. Hi. Can I help you? Qachon kelding bu demda? Maxima. Maxima. Adaş her xildan buraylar manda. No Maxima. Yes Maxima. Her xil Maxima. Okay? All right. What? Yeah. Xili gülüp qatıcıma, ha? Tütütüm mü hazır bulun kelme? There you go. Zaplı bekle. Thank you. Vay. Yanımış Maxima gitmeydi mi? Zaplı tem yaxşı ekan deyman. Ma'no tem yaxshi deyman. Ma'no yaxshi ekan. Qaysini tam yaxshi ekan? Ma'no? Meni tetib boqay degan. Bu Malayziya Maxima zap ichimligi.
Her narsaning ovozini doğrash mumkin. Lekin Abida soda suyu ichgandagi lazzatli tuyg'uni doğrash mumkinsiz. Oy, bizning Chulpan keldi. Aldirashma. Uning gapini qilma, adash. Musha Bakiraning iloniga chiqqanini bilmadigina. Norg'oyadan telefon qildi. Kino ishlamsizda. Adash, nagil basang sen bilan mush qog'ozning gapi. Hamma qizlar ishlab keltiribdi. Hada, yana mushunaq fursat bo'lsa bizni chaqiraylar. Hamma odamning Chulpan bo'g'isi keladi, a? Bakira oliy qog'ozi Chulpan qizlarning yangi tanlashi. Bexatar bo'g'ash sizga hadiya. Bakira. Tavarruk oqsil ichimlik. Tavarruk oqsil ichimligi. 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 Tavarruk shirkatining eng yangi faxrlik mahsuloti Tavarruk oqsil ichimligi. Nimaga kulyapti? Yesam chaqchaq energiyalik so'qmoqni yeyapti emasmi? Qutyar, hamma sig'inar bo'lsin bizga yar. Qutyar, sizga menga yar bo'lsin elga yar. Qutyar yurishlik soda solari. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suyi, meyve şerbeti ishlab bozorga solgan korxona Abida yemek-ichmak taraqqiyot shirkati Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Bu programmani samimiy xalqaro soda cheklik shirkati Biyatda ichimlikka alohida talab qildi. Altun Göher dengiz canlıqları yürüşlük girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Xo'sh, hurmatli baholovchi ustozlar, shunaqla ekran oldidagi tomoshabin do'stlar. Bizning 2 nafar mahirimiz Gulnigar va Qutlug'chan o'zining alayda mahoratlarini muvaffaqiyatli holda tamomlab bo'ldi. Keyin undaqda bizning 4 nafar baholovchi ustozimiz bu 2 nafar mahirimizga qanday qimmatli baholarni bergan, birlikda anglab boqaylik. Abdukarim Abdulaziz afandim. Ma birinchi guruhdagi Gulnigar qizimizga kelsak, bular nihoyat astoydil tayyorlab ketdi. Bayatın tomoshabinlarni bir necha yildan chavoq chep ketdi. Bunun ustiga Mirojixon degan bu naqshimi xili qiyinlik nuqtasi, xili yuqori bir naqsha. Bunun ustiga yana bir naqsh bilan o'zgarish etib ketdi. Ondan shu keyni tug'an muzikantlarmi, tankash qiluvchilarmi shunchalik astoydil. Oldimizga kichik o'maq qizimiz o'tirib turib usulni chiroyli o'ynab berdi uning ustiga. Ikkinchi guruhga kelsak, bo'limi nihoyat astoydil tayyorlab ketdi. Onun ustiga bu mening ravobim degan bu muzikaning qiyinlik darajasi xali bir yerga boradigan muzika. Manda aytganda buningdek bu muzika xilili cho'nkab qopti. Lekin har holda qanday bo'lishidan qat'iy nazar boshdan tortib oxirigacha muvaffaqiyatlik tamomlab beradi. Rahmat Abdukarim Abdulaziz afandim. Keyin undaqda Gulnar xonim qanday qimmatli baholarni bergan anglab boqaylik. Mirojixon degan naqshimizni o'rinladi. Mashqlarni menimcha astoydil qildi. Mayli kaynidagi muzikantlar bu Gulnigar qizimizga shundoq yaxshi moslashdi. Shuningga men bak faxrlandim. Qutlug' o'g'limiz Nodir asrimizni boshdan oyoq to'liq o'rinlab berdi. To'liq o'rildi. Bo'libmi chaqqan yerlarga kelgan chaqda oshada cho'qim qo'lim mangmay qolarmiki, chunki bu ko'tirib to'g'ilishida uzun bo'ldi-da bu ig'ir bir ravobni. Shu mangolmasmikin deb tursam, u qo'limi shunda chaqqan o'zgacha ashundoq to'liq bosdi. Shu padi bosqanda. Mening bak ta'sirlandiganim bizning mushta an'anaviy san'atlarimizni, madaniyatlarimizni mushundoq kichik avlodlarimizga varislik qildirish bu bizning burchimiz. Shuningga men bundan bak ta'sirlandim. Qani Qani Shirzat Yoqub afandim. Gulnigar qizim o'tganki sandikidan bu alayda shunday yaxshi tayyorlik qilib ketdi. Xili mashq qilibdi. Naqshini o'zining uslubiga tushirib, o'zining ovoziga tushirib aytibdi. Bo'libmi mana umarda bizning shu kichik qizimizni qandaq o'yladi, ish qilib shunday chiroyli o'rlashtiribdi. Qutlug'chan o'g'limiz o'tganda Toshvoyni chaldi. Toshvoyni chalgan vaqtida bir necha yilga kelgan vaqtida chiqaramagan, lekin o'zininki hissiyoti urg'ib turdi. Qo'li ulgurmaydi shu hissiyotni ifodalaydiganga. Shu vaqtida shunchalik men taklif bergan balaninki yuragi chilyotdi, qo'li ulguramasa mayli, bu da yaxshi
tayyorlik qilsin deb bu da haqiqatan yaxshi tayyorlik qilibdi. Yaxshi. Qani Xalmurat deb andim. Menmi bu 2 yil umrdan bek suyundim. Gülnigar oldin xitimni qargan bu xitim bek astoydil tayyorlik qilibdi. Naqshinimi oldin xitim qargan bu xitim yaxshi etdi. Qutlug'jon oldin xitimni noiti qiyinlik darajasi yuqori muzikadan bir o'rinlagan. Bu xitim yana shundaq qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan muzikadan birini o'rindab berdi. O'zi kichik bo'lsa-mu, lekin xili tirishib, xili yaxshi mashq qildi. Bu qitim bu 2 yil umrida men bir xili suyunib qoldim. Rahmat. Növbətdə biz hazır 4 bahalı ustozimizin qimmatli bahalarını anladıq. Texi bahalı ustozlarımız tanlash bosqichiga kamida. Bugungi o'rilgan nomeringizga o'zingiz qanaqroq bir bahoni berasiz, Gulnigar? Menimcha yaxshi o'rinladim deb o'ylayman. Endi shu ba'zan yerlarga yaxshi aytmasligim mumkin, lekin o'zim mush nomerimga rozi bo'ldim. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni aytib yuqori, ha? Yaxshi. Qiynoqda bizning Qutlug'jon inimiz o'ziga qanday baho berdiganda jiddiylashyapmiz Qutlug'jon. Azroq jiddiylashyapman. O'tin. Hozir jiddiylashyotgani chiqib turdi, ha? Mana o'zining yini turib qo'lda titrab bordi. Ash bichorning qo'ldan ravobni bir elbasa ko'p ekan, xel ig'ir avo. Boy texim pakalab ketmasin buni besib ravob. Tanlanmasangiz qanday qilasiz Qutlug'jon agar? Uy ketmaydi. Onda mı qilib ketmayman? Mana o'g'il baloqqa yana o'g'il balig'ini Ishim bo'lmaydi. Qanday qilsa? Ishtim bo'lmaydi. Ishtim bo'lmaydi. Yig'lamaysiz shundaqmi? Ha. Hozir anglayapman, mening yuragim shundaq hayajonlanadi. Ishini nima? Batir. Qutlug'jon hargiz kichik bo'lgani bilan yig'lab solmaydi. Qiynoqda oxirgi bahoni yana bizning 4 baholovchi ustozimiz berdi. Birlikda anglab boqaylik. Hozir qarsam bu ishkelenga mening biroz bak maskim keldi. Men hozir qiyin ahvolda o'tiratim-ku. Buni qarsam bu turdi, buni qarsam bu turdi. Mushu sildan so'rab qo'y kimni bog'lasam bo'la. Mana. Birinchi guruhni? Ishkilisnimi? Onda bo'lsa men amsi irodam qilib ishkilisni tanlayman sizga ega amsa. Bo'ladi, onda men ishkilamni tanladim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ben her işkili balamga Bilet tashildi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mana hozir bizning Abdukaram Abduzapandim bilan Dilnar xonim 2 mahirimizga o'zining qimmatli biletini tashildi. Demak, hozir 2 mahirimizning bilet soni tang degan gap. Oxirdagi 2 baholug'uchimiz qanday bilet soni bilan farqlandirdi ekan? Qani anglab boqaylik. Hozir 2-chi bosqich, 3-chi bosqich kelguncha yana bir ozroq vaqt bor. Shunglashqa 2 yil mahir yana bekerak tirishsa, texim mashq qilsa, menmi bu qatam 2 yilsiga
Mübarek olsun endi. Vay. Şundak yaxşı. Ha, xoş. Şundak yaxşı bir maharetni o'rindinglar, ha? Tirishchanligingizga barakallah. Bilishimcha siz o'tgan san programmamizda oldingi bosqichda bizga qo'shiq kaltak mahorat elib kelgan shunaqa. Agarda bu bosqichda tanlanmay qolsangiz qanaqa qilamiz? Musobaqa utirishlar bo'lib turdi, endi tanlamay qolsak, hech qisi yo'q, dil qo'yatmaymiz. Yana tirishimiz, bunday sabablar bo'lsa, yana qatnashimiz. Bu bosqichda sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, tuandagi ko'rarmanlar. Oldin qatam qo'shkaltak ma'rifat kelgan, bu qatam o'xshash qo'shkaltak ma'rifat keldim. Oldin qatam ustozlarning endi ko'rsatmasi bo'yicha bu qatam qattiqchisim o'rtagan g'oyib keldim. Barakallah. Endi bu qirindishimiz yana qanday mahoratlarni ko'rsatib, diqqatimiz yana davomli. Bu qirindishimizga biz davomli omadlar tilaymiz, ko'z talatini to'liq jari qilishini tilakdashmiz. Yengil kim bu? Çivindin sen kırıkı. Söyleyeyim ya şuraya. Suluyor mu? Burası söylüyor ki. Burası bek yengil kim bu? Yengil kim?对，就是亲亲了。
Diyarımızda öz aldığı acayip Akku markasidagi yuvish buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxona Şinjan Aydil yuvish buyumlari zavodi Şinjan talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Oltin go'har dengiz jonliqlari yurishlik kirim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Aldı bilen Yasincan kelsek, Yasincan ötkenim depete ketken özden Dixan fukam. Andın hiç kandak ılık çenik üsküller yok şaraitte özden çileklige sımıtlığını kuyup, eğirliklaştırıp özden yasap yerlik usulü çenikip mış bedengi koğan. Şuna ko, bayatanqı martanım köydük, onun size kıyıllık tercisi xelili ba. Hem de mal meyle taat kötürep çıkış olsun, meyle al, pekiraş olsun, bunun kolunun, barmakның күч болмаса, аны қығын болмайды. Әмді сан кәсек фукам, өткенге қарғанда хәлі жаланыпса, яғни ағы хәлі оптан. Өткенде бір қылылықы, сәл бір гәрчесінің әркетлерінің шында болсы му, лекен сәл бір бош бір елерін бат өткенде, чөшін біз кәп қыған. Мұның сіге өзаңын айт оптан тәйірлі қыпса. Шікілелініңке мартынла болапмы, сеніңке мартынғы му фукам, бәк яқшы тәйірлі қыпса. Мен яны дедіғінім, ben her işkilanlığa birden bile taşıldım. Mübarek olsun. Yasincanның hareketleri ötkenkege bütünley oxşamaydigan maharetler. Sizin o maharetlerinizning her bir hareketni to'liq tugatgandan keyin eng oxiri yaga tushadigan vaqtidimi shunchalik mukammal. Odatda anda bir tayoqdan tamponlikni saqlamak haqiqatan baktas. Shuningga o'tgankidanmi bu numarangizmi haqiqatan alohida bizga ta'sir qildi ham shunchalik ta'sirlandik. Tirishchanligingizga afirin. Merdan elimizni elbetsaq o'tganki numarangizda bergan fikrlarni abay o'zingizmi deb o'tdingiz. Bu qitimda ras alayda sizde ilgirleş ba. Ben mer çıkınlağa bildim taşıldım. Mübarek olsun. Ötkenki qitimkidan siz yaxshi tayyorlik qilib kelibsiz, astoydil tayyorlik qilibsiz. Ondan keyin o'zingizningki muskul badan shu go'zalligingizningki namoyandisini texmi bir yuqori pallaga ko'tarib akapsiz. Temir teorikka yamsib chiqqandan keyin oningki shu peqirash yomon tas harakat u. Shu qo'lingizdan olqinda kuch bo'lmasa, u tug'ilmaydi. Onunda 360 gradus peqirdingiz. Bu jihatmi shundoq yaxshi. Merdan, sizning harakatingizmi o'tgan qatimdan xili ilgirlashba, o'zingiz dedingiz qattiq jismlarni keldim deb. Hamda bu biz eskirtmagan bo'lsak, yana xonga olib kelyaptimiz. Hamda harakat bilan harakatni ulashda cho'qim san'atlik, badiiylik, bir xil musiqilik ritm bilan ulab kelsangiz, texmi chiroyli bo'ldi. Hozir hammasiga ayrim harakat. Faqat bu harakatlarni biz sirtqi maydonlarda ayrim ko'rsak bo'ldi. Sahnaga chiqqan vaqtida cho'qim buni sahnalashtiramiz. Har qanday harakat bo'lsa, sahnalashtirib bir-biriga ulash kelganda, shu chandurmay ulab birsini ulab kelsangiz, texmi badiiyligiga ko'tarildi, san'atliga ko'tarildi, texmi chiroyli bo'ladi. Estetik zavqni texmi yaxshi bera olasiz. Şunlaşqa budaq kedim kelganda mo'shlarni o'ylash baqsangiz. Ishkelanlar bilan tashildim. Mübarek olsun. Yasinjon, yaxshi gapni ta'kidlamayli. Mashq yaxshi qilsa, intayin yaxshi bo'libdi mashqim. Bu qatim oldin o'xshamaydigan bir xil shaklda astoydil tayyorlik qilib kelsa. Bu da 3-chi o'tganligimi? Uningdan yaxshi tayyorlik qilib kelgan. Sendan bugun biz qo'shildik. Merdan Erkin talab qo'yganimiz yaxshi bo'libdimi? Nishga deganda talab qo'ysak yaxshi bo'ldi amaliyotda. Bu da qaytdi mana qattiq jism degan to'q hammasi qo'shildi sening mahoratingdan. Abiyam gaplar chaqchaqmi? Astoydil desak, sen mi astoydil muomala qilsa bu xizmatga?
Bu da qitimqi, ya'ni 3-chi qitim o'tkalga buningdanmi qattiqroq qiyinlik darajasi cho'ngroq mahoratlarni olib kelsang, Yasinjonga nisbatan olib ketgan vaqtida hamda ikki odamdan cho'qim birini tanlash to'g'ri kelsa, Yasinjon tanlanib qoldi. Lekin sening turga nisbatan aytganda sen hozirgi turda bir tal seni saqlab qolamiz. Nima ishga deganda mandaq kaltak mahorat ham ko'p emas bizning bu nimamizda. Men bu har ishkilinglarga bilet tashladim, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. To'liq bilet soni bilan keyingi bosqichga o'tib ketdinglar. Keyingi bosqichda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Keyingi o'tkalda to'liq natija bilan o'tib ishonchinglar bormi yo'qmi? Unda bo'lsa ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlarimizga yana bir qatim g'ayrat shijoatini isbotlaylar. Ishonchinglar bormi yo'qmi? Bor. Shu programma qatnashishga maqsadingiz va orzuyingizni bir anglab boqaylik. Maqsadim bo'lsa, butun mening talablarimni xalqimga ko'rsatish. Orzuyim bo'lsa, g'alaba qozondim. Bu qatim qanday yaxshi mahoratlar? Şimdi vaz ko'tarilgan bilan niq o'yini bilan. Ha, barakalloh. Xo'sh, sizcha? Men bu haqiqatan o'tgan tosh chiqqan, bu da yana toshni mushlab chiqadigan, temir odam chiqadigan, chiqadigan mahoratdan. Ustozlar, qardoshlar, farmaydi kelgan Abduvoyit Mehmet. Aleyküm assalam. Bilet taşıldım. Rahmat. Rahmat, Sirzat Yaqub efendim. Seni Xalmurat Ömer efendim. Bugün bu işki mayırı bay degenimdek bizni bek suyundu dedi. Suyunduga yeri her işkili mayırı iş kichik bo'lsa mu bizning en klasik naqshi musiqalarimizdan ilk chiqibdi. Bu shu 3-chi o'tkalga her ishkinglarning astoydil tayyorlik qilishinglarni umid qilib, men sizlarga bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Demak, bizning 4 baholi ustozimiz to'liq bilet soni bilan bizning 2 nafar mahirimizni 3-chi bosqichga muvaffaqiyatga olib kirdi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Ishkinglar 3-chi bosqichda cho'qim muvaffaqiyatli holda yana bir bosqichda nomerlarni yaxshi o'rlab bera olasizlar deb o'ylayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bir og'iz gapni eskartib qo'yay ishki mayirga. 3-chi bosqichga kirganda tanlash eng muhim, eng zil bosqichga kirdi. Shu chaqda bir padidan qutuqchan bir ovozdan xato bisib qo'ysang yoki Gulnigar ovozingizdan azroq qiyib ketadigan yoki o'dardan qechib ketadigan bir masala ko'rilib qolsa 3-chi bosqichda chanlib ketib qolsizlar. Shunlashda 3-chi bosqichga alohida tayyorlab qilinglar. Rahmat. Rahmat. Vay, mana bizim bağlıqçı ustalarımız bu işki mahirimizga to'liq bilet taşıdı. İşkili mahirimiz 3-chi o'tkalimizga muvaffaqiyatli o'tib ketdi. Biz bularni qizg'in tabriklaymiz. Hoş buldingmi? Hoş bulduk. Ha, xo'sh, ishkilinglar ustozlarimizniki bahsiga to'liq erishdinglar. Ha, shundaqmi? 3-chi o'tkalga ham to'liq o'tib ketdinglar. 3-chi o'tkalda to'liq natija bilan yana o'tib ketish irodanglar bormi yo'qmi? Bor. Sizlarcha? Bor. Unda qolsa putuq omad sizlarga yod bo'lsin. Assalomu alaykum Husaynjon. Alaykum assalom. Sizning tanishligimizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Husaynjon, oldingi bosqichda 5 topni birla vaqtda tang qadamda chilib, tomoshabinlarni baholg'uchi ustozlarimizni ong-tong qoldirib o'tgandingiz. Bu bosqichdagi mahoratlaringizni men demasam, uningdimi qaltis mahoratlarni ekeldingizga deyman, ha? Oldingi qatim endi men 5 top chalgandim, bu qatim yana 2 ni qo'shib 7 top qilib 7 top chalmoqchi. Ikkinchi bosqichdami alayda mahoratlarni ko'rsatib tomoshabinlarimizni, baholg'uvchilarimizni qoyil qilishingizni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yusufjon, ahvolingiz yaxshimi? Assalomu alaykum qarindoshim. Assalomu alaykum. Xo'sh, ishonchinglar bormi yo'qmi? Baba. Ha, do'stlar birinchi, misol. Albatta. Xo'sh qarindoshim, unda qolsa sizlarga putuq omad tilayman. Putuq yor bo'lsin. Putuq yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Bağlıqçı ustazlar, ko'rman do'stlar. Aqsuda yardan kelgan Husaynjon artistlarga o'tiq salom.
Sizlarga bugun o'rlab bermoqchi bo'lgan numrim Dopning sehri. Rahmat. Hadi seninki böyle musabık çıkan bu Mahir küçük mü ki? Küçük ya. Öz talatı toluk nama yaklatıp biz bu kırıntışımızga ufuq ahmet dileymiz.
Barakallah. Xo'sh, unda qilsa, keyingi mahirlarimizning mahoratiga hammamiz diqqatimizni beraylik. Assalomu alaykum Adiljon. Alaykum assalom. Talant sahifamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. O'tgan san programmamizda bizga eg'iz mahorati elib kelgan Toshnoqu qaytib borgandan keyin shu baholg'ishlarimizning taklif fikrlari bilan tirishchiliklarni ko'rsatib qandayroq bir xil tayyorliklarni elib bordingiz? Bu qitim shu burunqi birinchi qitim chiqqan eg'iz mahorati yana mukammallashtirib bir bunday metod shaklida chiqarmoqchi bo'ldik. Undan siz qiyinlik darajasini texnik bir baldoq yuqori ko'taribsiz-da. Sizlarga bu bosqichda utuq omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli bog'lovchi ustozlar. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mening ismim Adiljon tayyor bo'ldi. Yurtim Altay Burchunayzidan og'inamishimiz Xinjiang Moliya iqtisodiyot universitetining o'quvchilari bo'lamiz. Assalomu alaykum, mening ismim Erfon Dolqon. Yurtim Urumchidan bugunga kelgan mahoratimizni yoqtirishingizni umid qilamiz. Everybody is very dangerous. It's very dangerous. It's very Ana bu indirimizin hizmeti bilen bir ke. Bo'lmadi gap undika. Bak yaxshi. Everybody listen. Biz bu kırındaşlarımızga uftaq ahmet dileyimiz. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Let's some music. Listen, we need to.
qo'shoqning naqadar kuchliligini endi his qilyapman. Velosipedni minmay bunda shunday ko'tarib mansima nihoyat yaxshi ko'rinadi ekan. İşiniz pek küçükken ha. Bek koyganda ağırmadı mı koysak? Yo'q, ozroq. Ozroq ağırdı. Ha, bizniki yana bir siz bilan birga musobaqa qilgan qarindishimizniki nomerini birlikda ko'rib boqaylik. Sizniki orzu armonlaringizni bir anglab o'taylik. Arzu armonlarimdan o'zimning ishim muvaffaqiyatli o'tashimdan men shuni xo'sh. Bo'ldi, bizni sizniki talantingizni namoyon qilish orqali keyingi bosqichga muvaffaqiyatli holda o'tishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum barliq tomoshabinlar. Men shu Qashqar viloyat Yag'sar rayisidan Egizyago'shdan Asqar Biramat deganman. O'tgan Toshkent shahri bilan tanlanib, yani ikkinchi qatam to'lib ketildim. Buday kelganimda Toshkentni har xil mushbashfa bilan, kallu bilan, uch bilan chaqirgan mahoratni olib keldim. Abot men chiqayotgandan keyin shig'il zavotni bir qurib olasiz uka. Bu adamın açığını kaptırıp koysun. Önünden sonra çıkıyor. Şaptolunun uçkusuga. Bakana çim. Gerisi. Böyle qanday chaqmoqchi? Resga qattiq. Bu sağırısı yağzavut qura olamiz, değil mi bu?
Estağfurullah. Kaç bilecek ne uğraşını? Oh, kıyısı kaçırıp gitti. Bo'ldi. Canım fukam, o'zingni aya. Fukam, talant senisin. Voy o'tding, bo'ldi o'tding. Oy. Ma talant senisin, kesen yanı öyde oturasın Fukam. Kerak bo'lib qolar, unda qilma. Voy, mana. Vay, mana. Ayol chigun yurdi. Siz çakman ha, şükür siz çakman. Ma kızvan çakmaydıgan da. Fukam ha kızvaldı öçede altın yok o gitti ha. Hey, peylan duyan. Özüm tutalında kımma. Şinjan Talant Sahnesi programmasını Altın Göher yürüşlük kırım buyumlarını işlep çıkargan Şinjan Altın Göher Halkara Sodi Çeklik Şirketi alayda kollagan. Altın Göher. Bu programını samimiy Halkara Sodi Çeklik Şirketi biyyette içimliki alayda talep kıldı. Altın Göher deniz canlıkları yürüşlük kırım buyumları mahirlarga ahmet tilaydı. Xo'sh, hurmatli baholovchi ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shundaqla televizor ekran oldidagi qadrli ko'ruvman do'stlar. Navbatda bizning ishki mohirimiz o'zining kishini hayron qoldiradigan ajoyib mahoratlarini ayrim holda muvaffaqiyatli holda tamomlab tugatdi. Qani bizning baholovchi ustozlarimiz sening mahoratlaringga qanday bir qimmatli baholarni bergan birlikda anglab boqaymi bu? Ma birinchi guruhga bavagicha Safkam o'tirib turadi, ishdan qo'rqyapman hozir. Rost jiddiylashtiryapti bizni. Qani baholovchi ustozlarimiz? Hayatın hesapta sizninkini ko'rdik. Abduvoyit efendim, shunaqa. O'tganda üstelni tishlab chiqqandingiz. Bu qitim mixning
üstüge adamını çıkarıp tutdunuz. Bundan keyin velosipedini tişingizni tishlab ko'tardingiz. Bo'lsa, meni demoqchi o'g'lim, bayatınki mahoratni ko'rdikchi, masalan, maqning tubida yotgan mahoratlar. Bu mahorat sizga sal ortiq yoqibdi. Chunki sizning mahoratingiz tishingizda. Agar badanda ashunda mahorat ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mening bir taklifim, hech bo'lmaganda bir osinmay kiyib olgan bo'lsangiz, texnik yaxshi bo'ladi. Chunki biz G'arb sayohatning filmini ishlamayapmiz-ku. Maaşkınlık gelsek ötkendimi taş çaqqan. Taşni vaqtida bu miyad urib chaqqan. Uni degan mushlab mi chaqqan, jeynakda mi chaqqan. Endi bu taş men bilmayman bu taşninki qandoqligini. Bu taş uni ustiga yolg'onmi taş emaskin, yo bir binavga ishlatgan taş emas. Ma taş 3-chi taş xeli ta'sir chiqilgani qaraganda xeli suv ko'rgan, xeli ish ko'rgan taşgan avchu. Onunla hayran qilib o'tirsak, uning ustiga mana bu 3 kun o'tirib chiqishning o'zimi bir shaptilninki. Uning ustiga bu shaptilning 3 qismi xali bir narsa shu afkam. O'zingni oyg'in. Yaxshi oldu. Endi sizning quloqlaringiz sal qiziribmi qoldi, ishqib sizmi g'ayrat qildingiz. Sizga rahmat. Hozir mahirimizdan